O tirnog'ingni qara, sherni tirnog'i ham saniqlig'i ichi kir iflos bas. Tirnog'ingni ol bola. Musulmonning qo'li tirnog'i oppoq, qo'li toza yurish kerak. Chunki tirnoqni kimi tirnog'i uzun bo'lsa, rizqi kalta bo'ladigan Rasululloh hadislari bor. Hojatxonadan chiqdingmi, doim sovunlab yuvib qo'ying. Sovunlamasdan yuvmagin. Mo zumni cho'tgan, buni pastda. Bir kunda kamida 2 mahal bo'lsa 3 mahal tishingni yuvgin. Bir tirjanganga zang bosganga o'xshab turmasin tishing. Musulmonning insonning tishi mana salfetaga daqa bo'ladi, oppoq bo'ladi. Tishingni yuvib yurgin. Cho'milib dush qilib yurgin. Nos sigaretga pul sarflama, o'sha nos sigaret chekmagin. Birinchidan gunohdan qutulasan, ikkinchidan sog'lig'ing zo'r bo'ladi, uchinchidan shu nos sigaretni puliga atir olib atir sepib yur. Sen bilan quchoqlashib ko'rishgan o'rtoqlarning ko'zlari achib ketmasin. Sendan chiqayotgan hitga. Приятный bo'lsin.